Arzon Jiguli topib qo'ydim. Kelingda operator. Kecha ustadan chiqqan mashina tayyor holatda. Narxi nech pul deb o'ylaysiz? Narxi $850. Bundan tashqari bu bozorda $500 ham, 7 million, 8 million. Suvtekin narxlarda Jigulilarni zo'rlarni topib qo'ydim. Albatta oxirigacha ko'ringlar. Bugun 29-mart haftaning yakshanba kuni. Bu ikkinchi qismi bo'ladi Jiguli narxlarini. Albatta birinchi qismini ham ko'ringlar. Bu yerda ham zo'r Jigulilar chiqqan. Bu bozorda albatta Jigulilarni ko'p oldik. Chunki ancha odamlar so'radi, o'shanga ko'proq olishga harakat qildik. Xo'p, $850 mashinamiz. Kelingda ko'rsatamiz oldidan. Mashina lekin puliga yarasha, bundan yana qimmatroq aytsam bo'ladi, lekin bizda kanalga kelishtirib qo'ydik. Mashinamizni maksimal tortishib. Xo'p, kraskalari bor, u yoq bu yoqlarda. Mashina holati o'rta holat qanday? Kuzovlari masalan bu qirilgan bir ikkita defekt joylari bor, lekin shundoq ham minib yursangiz bo'ladi. Xizmat qiladigan yaxshi mashina. Jiguli mashinamiz 0.3 motor ходовой korobkalari zo'r, metan gazlari bor, ruxsatgacha olib qo'yilgan tayyor mashina. Xo'p, balon holatlari ham yomon emas, normal holatda ekan. Yili necha dedingiz aka? 90 aka. 90-yil ekan. Yili ham ko'rapsizlarmi? Yangicha pultda mashinamiz. Bir ikkita mayda-cho'da defektchalarni ko'rishingiz mumkin. Unaqa strashniy salonda defekt joylari yo'q. Ko'rasizlarmi? Bir ikkita mayda-cho'da ishlari bor. Shularni qilib olasizlar. Uncha ko'p xarajat qilmaydi ularga. Malon kolonka, bu yerda mafon-pafonlar bor. Ko'rasizlarmi? Boya aytganimdek, bu yerda zapchastlarni almashtirganlar, o'shanga shunaqa holatda dehqon egalaridan ekanlar. Metan gaz taqilgan. Hozir egalari bilan birdaniga gaplashib nima qilamiz akalar? Xo'p, mana egalari aka hozir xarajat qilmaydi, to'g'rimi aka? Yo'q aka, biz xarajat mashina. Kecha o'zi ustidan olib chiqibdilar. Hamma xarajatlari qilingan tayyor. Olib minadi, ha? Olib minadi. Dokumentlari qanday? Ma'nosi yo'qmi? O'z nomingizda. Любой dokument bo'ladi, ha? Bo'ladi. Onlayn, xolasa generalni. O'zi qayerdansiz aka? Tayyorlikdanman. Tayyorlikdan. $850 desa, qancha qilamiz narx? $850 dedim aka. Nech pul qilamiz? Kelishtirib ayting. Kelishtiramiz aka, omlashamiz. Kelayotsangiz xolos. Qancha to'g'ri so'rasizmi, qanday? Yo'q aka, to'g'ri. Kelishtiring faqat. Aka naqd bo'lsa, naqdga keladigan bo'lsa 700 ga beraman. Pul zarurlik uchun, ha. Tusholamizmi yana? Yo'q aka, taqalgani 700 qilib bera olaman. Taqalgani 700. Ozmi? Bir 50 ham tusholmaysiz. Aka 150 tushdim siz uchun. Bo'lmasam unaqa qilyaptim. 700. Mashina yaxshi, bez xarajat. Bez xarajat, ha? Metan gaz ruxsatlari bor, pullari bor mana. Pullari ham bor. Qo'lni hamma joyi qullanadi mashina. Qullanadi, ha? Gap yo'q, lekin metani bor ekan, zo'r variant. Chunki hozir metan sizlarni ko'rdik, bir ikkita shunaqa tapashni so'rashyapti, lekin yili ham yaxshi 90 yili. 90 yil. Hujjatlarda muammo yo'q ekan. Muammo yo'q, ha? Dehqonchilik o'zimiz mana amortizator, nakonechnik hammasini yangi qo'yib almashtirib, rabochilarni qolib ketibdi. Olmabmiz ham shturish kelib qo'yibmiz. Shturish, gap yo'q. Plus telefon qilib yog'ini gaplashsangiz bo'ladi. Telefon nomeringiz aka? Mol qo'ylarga ham almashaveramiz. Mol qo'y bo'lsa, barter bor aka. Gap yo'q. Telefon nomerim 95lik 320 0204 0204. Srachniy bosib yuboradigan joy akalar. Kelaversin aka. Shu paytgacha Jiguli bozorda ancha Jiguli 04 lar chiqdi, lekin birontasini olganim yo'q. Shu bozorda bitta normalisi chiqdi. Sizlarga olib obzor qilib beryapman. 85-yil mashina holatlari yaxshi. Chotki qilib, maza qilib minib yursangiz bo'ladi. Narxchasi ham yomon emas. Ko'rishingiz mumkin, bitta shu bagajimiz kraskasi, lekin dehqonchilik qilib qo'yilgan ekan. Bu bir o'zgacha usul desang ham bo'ladi. Propanda mashinamiz молочный. Ko'rishingiz mumkin, tepada ham bagajlari bor. Mashinamizni yoq bu yoqlarda kraskalari bor. Yana kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. To'rtta yangi balon qo'yilgan, mexkisi, charmxon mexki. Xo'p, motorlarga kelsak, 03 motor. Ishlashlari zo'r, zo'r, ha? Ishlashlari ham chotki deyaptilar. Propan gazdan mashinamiz. Motoriga umuman xarajat qilmaysizlar, tozagina, akkuratli holatda turibdi. Saloniga o'tamiz. Eshiklarni faqat oz-moz regraf qilasizlar. Agar qilmasangiz, shunday yursangiz ham yomon emas, akalar. Afon bor, salonlari akkuratli toza holatda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda elektron steklopodiyonliklar qilingan, ikki tomoniga juda yaxshi. Bu menimcha abogrefmi deyman. Bu nima aka, mana bu abogrefmi? Ha. Abogref bormi? Seryozni? Steklopodiyonniki bor. Gap yo'q, abogref ham bor ekan, gap yo'q lekin. Qisitadi lekin. Jiguliga hali bunaqasini ko'rganim yo'q lekin. Ishlaydi hammasi. Hamma narsa ishlaydi, chotki ishlaydi deyapti. Yaxshi, salonchasi ham yaxshi ekan. Yomon emas.
minib yursa bo'ladi. Xo'p, xarajat qilmaydi, to'g'rimi o'zi? Yo'q, xarajati yo'q. Olib, minish kerak. Minish kerak. Nish pul qilamiz, a? Voy, mashina. Ha, o'z 20 aytyapmiz. Ha, kelishadigan joyi bor. 20 million so'm. Ha. Xo'p, qancha qilamiz? 15 so'rasammi? Bunga sal kam bo'lmadi. Menimcha yomon emas, aka, sostenisi shunga tortsa kerak. Ha? 15 million so'm. Yo'q, sal kam bo'ldi yo'q. Kammi? Qancha 18 bo'lsa gap yo'q, berib yuboradi. 18 million so'mmi? Ha. Ya'ni tushasizmi telefon qilishsa, aka? Haydi. Ha, 16 million, 16 millionlar qachon, ha? Tomonga sal Yana kammi? kam bo'lyapti. Yana kam deyaptilar-da. Qo'shasizlarmi? Motorlar yangi, balonlar yangi. Balon ham yangi. Ha, yangi. Mягкие, ha? Cho'tcha, charxon. Balonlar qo'yilgan. Ular telefon qilasizlar, aka. Gap yo'q, nima xarajati yo'q. Juda yaxshi. Основной stoykalari qanday? Stoykalari butun. Endi siz bilasizda baribir ichni haydab yurgansiz. Motorlar nima butun. Butun, ha? Normal, ha? Ha. O'zi qayerdansiz? Samarqand o'zidan shahar. Samarqand shahar o'zidan. Variantsiya bo'ladimi? Ha. Variant qancha boshdan bersa? Ha, variantga deyapsizmi? Variantga. Yo'q, endi bizga naqd kerak. Naqd shtir sanaganga berasiz, ha? Juda yaxshi. Xullas, nomeringizni aytib yuboring, aka. 93lik 93lik 347 347 55 55 63. 63 raqamlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Yana o'zingiz kelib ko'ringlar, ko'rganga yetmaydi baribir. Video boshqa, ko'rish boshqa. Kelib yana joyida savdolash va yana boshqacha bo'ladi. Aloqa chiqinglar, yo'g'ini gaplashishingiz bo'ladi. Keyingi mashinamiz Jiguli 07 bir 30-40% kraskasi bor ekan, lekin holati yaxshi holatda. Motor ходовой korobkalari zo'r, 5 talik korobka ekan. Keyin propan o'ratilgan tayyor mashina. Молочный rang, oldi ko'rinishlari bilan ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi holatda ekan. Do'stlar, balonlar ham yaxshi maza qilib minib yursangiz bo'ladi. Yana ancha minib yursangiz bo'ladi. Salonni bitta ko'ramiz. Salonchasi ana перетяжкалар bo'lgan, tomlari, chexol, polik, linoleumlar ham yomon emas. Normal holatda ekan. Hozirda xarajati yo'q deyaptilar. Mashina narxi 20 million so'm. Ya'ni kelishlar deyapti. Narxini kelishtirib qo'yamiz. Birikta vakuum joylari bu yoqda bor. Shu. Atak endi Jigulida, do'stlar. Shunaqa holatda. Yomon emas. Suyaklari butun, xudo xolasa. Udalari yo'qmi? Qattiq udar joylari kesilib. Normal, ha? 20 million so'm deyapsiz. Qancha oxiri? Bo'lishi qancha? 18 ga beradi. 18. Sholasizmi yana? 15 bo'ladimi? Ha? 18 mi? Tushasizmi telefon qilishsa? Nima ko'raman, gaplashamiz. Gaplashamiz, ha? 18 dan yana kami bor deyaptilar. Xullas, u yog'ini yana talashib tortishib olsangiz bo'ladi. Baraka topadigan mashinami? Baraka topaman. O'zi minib yuribsiz, necha yildan beri minib yuribsiz? 1 yil. 1 yil bo'ldi, ha? Baraka topdingiz, xudo xolasa. Qayerdansiz? Jonboy. Jonboydan ekanlar. Telefon nomeringiz aka? 97lik 97lik 286 286 0681. 0681 raqamlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Primo egalarini nomerlari. Dehqonlardan do'stlar. Bu Jiguli arzon, lekin sotilmayapti-da. Nimaga bilasizlarmi? Egasi sotishni bilmayapti, chunki dehqondan atigi 12 million so'rashdi. O'tgan safar narxi balandroq edi. Endi bo'ldi 12 millionga beraman deyishdi. 84-yil ekan mashina, xarajati yo'q. Asvejit bo'lgan, tayyor mashina. Lekin benzinda mashina yuradi. Gaz qo'yilgan, ruxsati yo'q. Agar kim ruxsatini agar ola olaman, beradi deysalar, baraman mashina. Xo'p, 011 motor ekan. Hamma yo'qlari yaxshi, xarajat qilmaysizlar. Mana shunaqa diskalar qo'yilgan ekan, shaparoq diskalar. Balonlar ham holatlari yaxshi holatda. Saloniga ham nima desam ekan, gardi yo'q, yomon emas. Normal holatda, zo'r emas. O'zlari minib yuribdilar. Pafon bor. Holatlari yomon emas, akalar. Mana yomonlashning foydasi yo'q. Chunki yomonlaydigan joyi yo'q, to'g'risi. Propan gaz orqalari mana bu yerda shumkalar bosilgan ekan. Xo'p, obshivkalar bor. Qani ko'raylik, qani shumkasi bormi? Yo'q, menimcha tomida shumka bor, ichida shumka yo'q. Xullas, narxi 12 million so'm. Egalari nomerini hozir olib qolamiz. Yo'g'ini gaplashsangiz bo'ladi. Pastni so'rasizmi 12 dan? Yo'q, Kami yo'q, ha? Tochka shu. Gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib o'rayman aka. Telefon nomer.
91lik. 708, Necha? 708, 708 35, 35 74. 74 raqamlarga telefon qilib bog'lashingiz mumkin. Jiguli 07 2011-yil mokriy rangda bir 30-40% kraskasi bor metan gazlar taqilgan tayyor holatda. Hozirda umuman xarajati yo'q ekan, mashinani faqatgina olib maza qilib haydab yurish kerak. Injektor motorlar qo'yilgan. Motorlarda turibdi mashinamiz. Xo'p, yangi pachka balon VMAX dan saloni lekin chotki holatda ekan. Qaranglar qanday chiroyli holatda. Polsi kojalar bilan perchashkalar bo'lgan. Oldi lekin latali qilgan terlamasligi uchun. Unda koja terlaydi-ku, oldi latalik. Shunaqa kombinatsiya qilingan-da. Xo'p, monitorlar bor. Mashinamizda elektron siklopodiyomliklar qilingan. Ko'ryapsizlarmi? Lilo limchalar ham yangicha choshkicha qilib qo'yilgan. Do'stlar, bitta ko'rsatamiz bagachasini. Xo'p, udar joylari yo'qmi, amaki? Hammasi normal, ha? Taglari butun, hammasi normal deyapti. Pultlari bor, ko'rishingiz mumkin. Akkuratli turibdi. Orqalari ham juda ajoyib holatda. Bitta ochamiz, amaki. Xo'p, metan, zapaska balon bu yerda. Ko'ryapsizlarmi? Hammasi chotki holatda ekan. Shu ko'rsatalik. Chirgani yo'q, ha? Mana. Bagachasida ozgina nima joyi bor ekan. Kimlarga qo'yib yopganda bular. Ha, ko'rsatamiz mana shu yerda 1 4 5 ta shunaqa bir toshgacha joylari bor. Tosh tekkanmi, nimadir tekkan-a manacha? Yo, ichida nima ortgan bular. Ha, nimadir otgan, o'sha chiqib turgan. Xo'p, nech pul deyapsiz amaki o'zi buni? Uni 3000 ga beramiz-da. 3000? Kelishtirmaysizmi? Kelishtiramiz. Qancha bo'ladi bo'lishi? 3 dan pastiga kelisha olamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? So'rashsin, ha? 3 dan pastiga. Yil ham yangi akalar 2011. Kelib ko'ringlar, menimcha yoqadi. O'zi qayerda bo'lasiz? Biza Kaftarxona. Kaftarxona. Samarqand shahar. Samarqand shahar Kaftarxona mashinasi ekan. Gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib boring. 91 91lik 700 700 89 89 88. 88 raqamlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Garda yo'q mashina. Jiguli 02 bunaqa sostavdagi Jiguli 02 ko'rmagansiz hech qayerda. Bitta kelinglar. 01 motorchasi $700 polsi bo'lgan. Juda ishlashlari zo'r turibdi. Xadavoy, padavoy hamma yo'qlari qilib chiqilgan ekan. Kraskasi bitta mana shu krilo bilan eshigidan şeylarda bor ekan. Tamom, boshqa joylarda yo'q. Yana toshini so'raysiz. To'g'risi, bozorda endi mashinalar ko'pki, ozgina adashishimiz mumkin. Ikkita joyda dedilar. Jiguli 02 bagajgacha ruxsatlari bor ekan, salonlari ham bo'lgan. Salonni bitta ko'rsatamiz, qaranglar. Qanday sochli rangchalar bilan peritashkalar qilib olib chiqibdilar. Baribir Jiguli olgandan keyin agar saloni nima bo'lmasa, baribir xarajat qilib shunaqa narsalarni qilasizlar. Oldlari peritashkalar bo'lgan, ko'rjochalar bilan juda chiroyli vid ber ekan, lekin bittani shuni o'zi qanday ochyapti. Deflektorlar, mafhum bor, juda ajoyib sassan endi. Xo'p. Mana arqalarini ko'rsatamiz. Bu yerda pioner kolonkalar ekan, ikki tomonda pioner kolonka qo'yilgan ekan. Xo'p, pastlarini ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatamiz. Udar bo'lsa, mana bu yerdan o'zi bilasizlar o'zi. Bu yerda ma'lum bo'ladi, udari yo'q. Chiziqlari, hamma yo'qlari chotki turibdi. Suyagi zo'r aka. Butun ham javob ham yo'q ekan. Gap yo'q lekin sejigina yomon emas. O'zi ko'rinib turibdi, boshini o'zi aytadi, bunday ko'rsangiz aka. To'g'rimi? Xo'p, nech pul so'rabsiz aka mashinaga? 24 oxiri 9. 24 oxiri, birdan oxiri aytib yuborasiz-ku. Sizni pasportingizni kesib beramiz. O'tib beramiz. 24 dan pastiga o'tib beramiz. 50 ga qarab tushgan. 50 millionga. Ha, Oho. 50 millionga beramiz. Kelishda ham beramiz. 20 lar bo'lmaydimi? Ha? 22 ga beramiz. Tushing yana. Tushing. Ha? 20 lekin vashchi qimmat aytib yubordim. Berib yuboring, ketsin. Yangi deysizmi? Javob bu joyga. Xarajat qilganlarda bu Jiguli xarajati yomon bo'ladi-da, to'g'risi. Ba'zan qochib yuboradi har kuni, ha aka. Gap yo'q. Telefon qilishsin-a, podpisчиклар. Aytganingizda ham o'tishasiz. Maylimi? Variantlarchi? Yo'q, varianti yo'q. Variantga yo'q. Pul zarurligi uchun sotyapti ekanlar. Qayerda bo'ladi bu shu? Xo'jasoat mahallasida bo'ladi. Xo'jasoat, Samarqand shahar Xo'jasoatda bo'ladi. Kelib, ko'rib, haydab ko'rib, yo'g'ini savdosini qilasizlar. Dokument muammosi yo'q.
Yo'q. Hammasi bo'ladi, ha? Xo'p, telefon nomeringiz aka? 90lik, 90lik 461, 461 85, 25. 85 25 akamizga telefon qilasizlar, o'zimiz подписчик, постоянно bizani kuzatib yuradilar, o'zlari ham tanish. Kelib ko'ringlar, bosib oringlar. Yana bitta zo'r piyoda ko'rsatamiz, ha? Ko'rsatamiz. Ko'ringlar, bitta chotkasini topib qo'ydim. Полностью освежит bo'lgan, tayyor, hamma detallari o'ziniki. Mashina yurishga tayyor, faqat gazni bosib haydab yurish kerak. Piyoda hatchbagi 2012-yil mashina, konditsionerlargacha bor, ishlaydi, tayyor mashina. Yog'i endi issiq bo'lyapti, konditsioner bor mashina olsangiz menimcha zo'r bo'ladi, nima deysizlar? Xo'p, metan gaz taqilgan, ko'ryapsizlar, bir o'rta motor, tayyor mashina. Safsizdi bo'lgan. Ballon ham yangi, diskalari turibdi, ko'rishingiz mumkin. 14lik. Shumkalari bo'lganmi yo'qmi? Shumka bo'lgan, hamma yo'qlar. Hamma yo'q, elektronli, ko'rishingiz mumkin. Pioner mafon, originalchasi. Original, ha? Konditsionerlari ishlaydi, hammasi bor. Perchachkalar bo'lgan. Tomlari ham oyoqlari zo'r. Zo'r lekin. Bitta menimcha toza o'zi ham, lekin agar o'zingizga bitta xemsiga qilsangiz yanada yaxshi bo'ladi. Atak toza, o'zlari akkuratni minib yuribdilar. Yomon emas. Elektronkalari. Bitta shu eshikda yo'q ekan, elektronsa, yo'nishda bormi? Ha. Unisida ham bormi, yo'qmi? Yo'q, ha? Ruchnoy. Ruchnoy ekan, ha, ruchnoy ekan. Lekin elektronka joyi ham bor, ha? Joyi bor, qo'ysa bo'ladi. Shundan oldida lekin elektronka, knopkochni ko'tarsangiz bo'ladi. Xo'p, bagajchasini bitta bor. Xo'p, metan. Bittalik ventilyator bu qo'ymagansiz buni, ha? Yo'q, hozir bittalik turibdi. Bittalik turibdi, buni ham qo'ysa bo'ladi. Ichiga berib yuborasiz, ha? Xo'p, bu yerda kolonka, palonka, shunaqa joylari. Xo'p, udari yo'q, ha? Mashina. Necha pul deyapsiz o'zi? 3800. Kelishtiring aka, arzonroq chiqdi-da, sal narxini kelishtirib ayting. 3 dan pastiga gaplasha olmaymizmi? Yo'q. 3 dan pastiga bo'lmaydi. Bozor so'radimi biron kim yo'q? Hali nimasi bo'lmadi-da. Ha? Savdosi bo'lmadi, ha? Savdosi bo'lmadi. Necha pul qilamiz? Kelyapti odam. Podpisчикларga sal kelishtirib aka. Necha pul? 3,5larda. 3 qiling shuni. Yo'q 3. Ha? Zum past aka. Past deysizmi? 5 Baraka topadigan narsa, xudo xolasa. O'zi 5000 ga oldingizmi shuni? Serios. Menimcha qimmat paytda oldingiz. 2 yil oldin, ha? 2 yil oldin to'g'ri, lekin reально bu mashinalar narxlari baland edi. Endi hozir narxlar kundan kunga tushyapti aka. Telefon qilishsin aka. Shu 3200 mi, 3100 ga berib yuboramiz, ha? Ha? 3,5 dan ozgina tushamiz. Ozmi tushamiz deysiz. Ozma tushamiz, lekin 3200 dan balandmi? baland. 3200 to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Ozgina to'g'ri kelmaydi. Ozgina to'g'ri kelmaydi deyishyapti. Xullas telefon qilasizlar, 3200 dan biror nima qo'shasizlar, barakasini qilasizlar, xudo xolasa baraka topadigan narsa. Xizmatini qiladi. Hech qanday ishi yo'q. Hech qanday ishi yo'q. Nima bo'lsa. Hammasi zo'r, ha? Brolti motor. Fanati bilasizlar, juda ko'p. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 77 77lik 027 027 21 20. 21 20 raqamiga telefon qilasizlar. Shaharda bu xohlagan payt kelib ko'rsa bo'ladi. Shaharda bo'ladi, ha? Xohlagan payt любой usta bilan tekshirtirib, ha, olsa bo'ladi. Juda yaxshi. U yog'ini aloqaga chiqib, gaplashaverasizlar. Variantlarcha nima qilamiz, ey? Variantga ham bir 2000 bo'lsa gaplashamiz. 2000 bo'lsa, u yog'ini 1 yilmi? Qanday? 1 yil endi Ko'pmi? ko'p bu. Yarim yillarga. Yarim yillarga va u yog'ini gaplashasizlar, variantda ham mana shunaqa bo'ladi. Keyingi mashinamiz do'stlar, bu Jiguliga havas qilmasdan ilojingiz yo'q. Mashina просто idealni chotki qilib qo'yilgan. Faqatgina borku havaskorlar maza qilib yuradigan joyi bo'lib qolgan. 90-yil mashina, diska balonni o'ziga $500 xarajat qildim deyapti do'stlar. Nima deysizlar? Yana kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar, lekin juda udar turibdi. Vidini ochadigan bitta shu diska bo'lib qolyapti hozir do'stlar. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, injektor motor, standart, ko'rishingiz mumkin, 4-pokoleniya propan gazlar qo'yilgan. Menimcha akkumulyator yangi pachkachalar turibdi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hamma yog'i toza, tiniq holatda. Do'stlar, bu mashinani endi maqtamasa ham bo'lmayapti. Yomonlaydigan joyi yo'q-da, to'g'risi. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'qlari zo'r. Original mafon. Xo'p, sekla podъемniklar. Keyin orqada juda zo'r apparaturalar yig'ilgan. Hozir adalni orqaga o'tib yana ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Juda ajoyib qilib qo'yilgan. Yana bir marta ko'rsataylik apparaturalarni yaqindan chiroyli qilib
juda normal summalar xarajat qilingan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Original Kenwooddan do'stlar o'sha eng nomer 1lari qo'yilgan. Usilichilari ham zo'rlardan original qo'yilgan. Bozor shum bo'lib yotibdi. Bozor mana shunaqa bo'lishi kerak-da, shum, gavjum, dod voy qilib, nima deysizlar? O'shanda qiziq bo'ladi. Xo'p, mana orqalari ham ko'rishingiz mumkin. Bagajlari toza, tiniq, obshivkalar, hamma yo'qlari ideal holatda. Akalar, asvijit qilingan mashina просто super turibdi. Akalar, hamma yo'qlari zo'r. Gardi yo'q kuzovda, olib, xudolasa maza qilib minib yurish kerak. Xo'p, umuman xarajat qilmaydi, nech pul deyapsiz aka? 3400 so'rayapmiz aka, kelishtirib. $3400. Qancha qila olamiz buni narxni? Kelishtirib aytavering. Misol 3000 dan bir $100 o'tib beraman. 3000 dan $2900 demoqchisiz, ha? Ha. Yana pastini so'rasizmi? Endi realni olib sotadigan emas, mazza qilib minaman degan odamga kelishtirib beraman. Kelishtirib beramiz, ha? Ha. Kuzov Misol, ideal turibdi, ha, mana. aka, ana shu mashin yarim pachkadan oshganda xarajati. Yarim pachkadan oshgan. Haydagimiz emas, faqat rasxod qilgan. Shu motorni o'ziga $1000 ziyod ketdi 4-chi pakaleniya bilanda. Gap yo'q. O'zi tushunadi-da, jummaga juguli, rasxod qilib yurganlar o'zi biladimi? Stoyd mashinchada ichiga o'tmagan misol kuzoviga umuman udari yo'q aka. Udari yo'q. Chirigan joyi yo'q. Chirigan joyi ham yo'q. Rosa pul zarurligi uchun sotyapman. Qiziqib bizlar o'zimizni tayyorlaganda aka. Gap yo'q. O'zlari O'zlari oladigan qiziqishgan. odamlar bo'lsa, duvo qilib haydab yuradi, to'g'risida. Gap yo'q. Do'stlar, yarim pachkadan ziyod xarajat bo'lgan. Bitta olib haydash kerak mashina. Tamom, boshqa narsa kerak emas. Faqat mo'y almashtiradi aka, benzin solib tamom haydab yuraveradi. Motorlar ham aqlli yuradi. Lekin to'g'risi havasim ketdi, aka. Zo'r mashina aka. Xo'p, telefon nomeringizni aytib yuboring, aka, uyog'iga kelishib 88lik olamiz. aka. 88lik, 925 925 0051 aka. 0051 raqamiga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Xullas, qo'l maza qiladigan joy. Rahmat.